Nurzidan Skruziga salomlar. Hop. Lidnik bilan bitta Lidnik? bo'lsa, Lidnik bilan X kostyum deysizmi? ha bitta X. Qaysi Bitta bo'lsa bo'ldi. 2 yildan beri tushira olmayman-da o'zi. qaysi bir faraonmi nima? Qanaqasi aka ayting. Qanaqasi kerak sizga? Bir Faraon legenda, ha, to'g'rimi? Endi men uncha farqiga bormayman-da. Men ham lekin tushunmayman faraon legendami. Bo'ldi. Faraon bilan Lidnik a? Ha, shu bir iloji qilib bering, iltimos sizni. Bo'ldi. Qanaqalar uchun? Qarang aka. Akkauntingizga UC tashlaymizmi yoki akkaunt beramiz sizga? Qaysi biri? Menga akkaunt bersangiz ham bo'ladi, UC tashlaganingizda. Menga umuman UC ga bermaydi. Men 2 yildan beri bir gideta bir 7-8 million pul tiqdim, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bo'ldi, men sizga akkaunt beraman aka. Bot akkaunt bo'lyapti, hech nima. Bo'ldi, hozir men o'zim bitta akkaunt ko'ray. Faraon mana sani ustingda turgan faraonda, to'g'rimi ana Grinch? Ha. Bo'ldi. Faraonja 7 bo'lmasa ham 4-5 bo'lsa bo'ladi-ku, to'g'rimi aka? Bo'ladi, ha, menga. Bo'ldi, men prostoy bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ldi aka, men sizga bitta faraon akkaunt, o'sha ichida Lidniki 5-6 bo'ladi. Men shunaqa akkaunt qilib beraman men sizga. Bo'ladimi shunday qilsak? Bo'ladi aka, rahmat Adushi Qoralpoqdan. Bo'ldi, bitta duo qo'ysangiz bo'ldi aka. Men sizga hozir akkaunt olib, bolalardan so'rayman.